Hayotimiz mazmuni bolajonlar mavzusidan uzoqlashmaymiz. Bayram munosabati bilan viloyat qo'riqlash boshqarmasi saflarida xizmat qilayotgan xodimlarning farzandlari uchun viloyat bolalar teatrida sahna asari namoyish etildi. Endi shu haqida. Bolalar hayotimizning davomchilari, kelajagimiz egalari. Binobarin ularni asrab-avaylash, har tomonlama barkamol etib voyaga yetkazish har birimizning muqaddas burchimizdir. Bugun yurtimizda farzandlarimiz ana shunday mehr-muhabbat, ulkan g'amxo'rliklar og'ushida voyaga yetmoqda. Ayniqsa jajji bolajonlarni dam olish soatlari mazmunli tashkil etilayotgani ularning ota-onalari bilan birgalikda maroqli hordiq olishiga zamin yaratmoqda. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Navoiy viloyati qo'riqlash boshqarmasi saflarida xizmat qilayotgan xodimlarning farzandlari uchun viloyat bolalar teatrida Oppog'oy nomli spektakl namoyish etildi. Teatrga tashrif buyurgan bolajonlarni dastlab ertak qahramonlari samimiy kutib olishdi va bolalarga bayram kayfiyati ulashishdi. Ayniqsa bolalar uchun Oppog'oy spektaklining namoyishi ularni hamjihatlikka, mehr-oqibatga va o'zaro do'stlikka chorladi. Ushbu tashkil etilgan bayram tadbiri bolajonlarimizga bayram kayfiyati ulash bilan bir qatorda ularning ota-onalarida ham unutilmas lahzalarga boy bo'ldi. Bunday tadbirlar viloyatimiz bo'ylab hali yana ko'plab davom etadi. Zeroki bolalarimiz bizning kelajagimiz, ularning baxtli bolaligi esa barchamizning mas'uliyatimizdir. Sana munosabati bilan bugun qaysi go'shaga bormang, bolalarga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikni guvohi bo'lasiz. Sahna asaridan saboq olgan jajji tomoshabinlar maroqli dam olishdi. Zero bolalarni himoya qilish kuni bayramining maqsadi keng jamoatchilik diqqatini o'sib kelayotgan bolajonlarga, ayniqsa muammoli bolalarga, ularning huquqlarini himoya qilishga, baxtli bolalikka ega bo'lishlariga va o'z mamlakatining to'la-to'kis va xotirjam fuqarosi bo'lib o'sishlariga ishonch uyg'otishdir.